Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, eksklyuziv yangiligimiz narxini aytaman. Boshidan aytaman, minuti ham kerak emas. Ketdi do'stlar. Ahamiyat beringlar, soni 30 bosh, 30 dona. Toshkent viloyati Qibray tumani, Sho'ro mol bozori yonida Husniddin ukamizning onalari o'sha Yevropadan kelgan sigiri yana bitta partiya g'unajilari chiqdi. Narxi juda ham yengil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Hammaga rahmat. Qanaqa sodalik? Charchamasdan. Xalqimizga salom. Aka, bir joyga necha pul berasiz? Bir joyga gapiring. Srazmi, maqsadim qoyil. Bir joyga necha pul? Odilga 20 milliondan bo'lsa bir joy ketadi. Endi bolani ko'rsatib bering. Qani, video davomida aynib qolishi yo'q. O'zmingiz. Bo'ldi. Odilga. Bir joyga 20 million. O'rtoqlar, mana ma'mula qizillari qizil angus bor, keyin limuzinga qizil angus gibrid bo'lgani ham bor ekan. Keyin xo'jaga qarab turing. Hali smeshni. Qani, bitta narsani ham aytib ketamiz. Xo'sh, shundan agar buqalari bo'lsa necha puldan sotiladi? Buqalari aka, mana shunaqa agar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 26 million bo'lib turibdi-da. 26 million bo'lib turibdi. Mana shunaqa buqalar shunday. Sizlardan iltimos, mana hozir qo'rani ichida hakim ukam kelganlar. Nima uchun keldingiz? Oldingi partiya oldingiz-a? Qalay chiqdi? O'zgarish. Hakimjon ham zo'rmi? Baraga topganligi uchun keldi. Narxi juda ham arzon. Odil aka, endi bu narsa ham g'unajillarni bor-ku. O'tkazing. Xohlashsa Odil aka buni bolasi uchun ishlashsin, joyi bo'lib turib, puli bo'lib yotgan odam bor-ku. Mana shu molni olib qo'ysin, ertaga rahmat aytishadi, chunki bular toza qonli. Yeyishi, ichishi hamma narsasiga oqsil, poqsil bunaqalar ham bo'lmaydi, xudo xolasa. Shundoq ovorchadi, soni 30 ta, shundoq tashab qo'yishadi Odil aka. 1 yilmi, misol uchun 1,5 million bola beradi-ku bu. Rasa baraka topishadi. Yoki bor-ku, bu qonuniga yemlab yuborsin. Hozir mana shu turishingni o'zi barakali, ukam. Xudo xolasa. Men gapimga javob beraman. Nimaga desanglar, 20 milliondan bir joyga 30 tasini olgan odam maza qiladi. O'tkazing. Bo'ylari Odil aka, birovidan biri 20 gacha. Yurg'izing. Mana bu limuzin g'unaja, mana. Shuni addini chiqaraylik do'stim. Mana bu yoqda unaqasi ko'p-ku Odil aka mana. Yurg'izaylik. Hop, qarang, общий molning ichida 6 ta qizili bor. 24 ta qop-qorasi bor. Hurmatli obunachilar, birodarlar, Voha vodiy taraf, Toshkent taraf, sizlardan bitta iltimos, buqa boqib, ziyonga yurgan akalarimiz bo'lsa, imminni mana shu g'unajini olib, bo'rdaqiga boqib oringlar. Agar foyda qilmasanglar, o'sha keltirilgan zararni yonimdan qoplab beraman. Mana buni qarang. Unaqasiga ham o'ynayman. Men topib olib chiqaman Odil aka. Topib olib chiqaman, mana buni qarang. Mana. Nima deydi bu? Mana. Shu Angusga limuzin chachkan, u kerak emas. Mana. Qizil Angus bilan limuzindan gibrid. Prosta zotga qanaqa chiqishga farqini ham ko'ringlar mana. Angusni qanaqa turibdi, limuzinga qanaqa effekt beradi. Odil aka, gap bo'g'il bolasi, misol uchun mollarimni kilosi ham bor. Mayda mol emas. Oldi bor-ku, 280-290 kilolik mollar bor buning ichida. Aka, hali bu darajada ichki mehr bermagan, 30 tasini bir joyga 20 million do'y olmagan. Keyin Odil aka, o'zimiz ham internetlarda ko'ramiz-ku. Kichkina endi buzoqlarni ham 20 million, 25 million chiqarayotganlarni ham ko'rdik. Ko'rdingiz. Odil aka, bizda unaqa emas. Olgan odam baraka topsin. Mana buni qarang masalan, mana bu molni. Kichkina mol emas Odil aka, yelkalari ajratib turibdi. Xolasi yemlab yuborishsin. Go'shtga ham ketaveradi bu. 5000 so'm, aka. Yo'q, 5000 yo'q 10000 so'm farqiga so'ydirishadi, misol uchun, semirganda. Lekin buqadan kam bo'lmaydi, 350 ta 400 talik go'shtli ham so'yaverishadi. Angus g'unajilarni necha pul so'yapsan, hakim? 150 ming. Ana, 105 ming so'yapsan. 115 buqa bo'lsa 10000 so'm farq qilyapti, aka. Mana. 10000 so'm farqiga misol uchun hozir 26 million mana shu buqa bo'lsa agar 26 milliondan kamiga yo'q. Yo'q. Qanday? 20 milliondan prosta nimaga? Keldi-yu ketdi, buni tegi ko'p. Xudo xolasa yana so'rashsa qilib beramiz, aka. Sizlardan iltimos, hozirgi kunda mana Rossiyada olamiz, Qozog'istonda olamiz, Qirg'izistonda olamiz. Bizlarni shunaqa noturar joyga joylashib qo'ygan ekanmizki, qo'shni davlatlarimizdan o'tmagunicha, tranzit ochilmagunicha bular kirib kelmas ekan. O'shaning uchun o'rtoqlar, lekin zo'r joy, qit'amiz O'zbekiston. Zo'r joy. Faqat chegaralarimiz sal anaqa. Narsalar bor. Mayli, shunisiga shukr, Xudoga shukr. Mana jib bo'lmasa bunaqasiga olib kelamiz. Lekin qo'yavering. O'rtoqlar, nima demoqchiman? Hozir olgan odam yutadi. Endi qara. Sen bir joyga 20 million yetding. Mana ozgina pulim o'zimga yarasha yetadi. Ichidan 2 ta dona olaman yoki bitta olaman deganga qimmatini necha pul qo'yasan? O'zingda bo'lib gapir. Zo'rini kelib olishsan, Odil aka 23 million so'mdan tanlab eng zo'rini olishsin. Xo'p.
Qatgacha dastlabki qilib beramiz? Ikkita Ikkita olganga. olishsa Toshkent bo'ylab qilib beramiz. Ha. Agar 5 ta 6 ta olishsa Vodiy Voha tarafli qilib beraveramiz. Onlayn savdolarimiz yo'q yoki shunga e'tibor qilishsin. Lekin avvalambor hammaga buyursin. Lekin bir joyda olib tashab qo'ygan odam hech qachon yutqizmaydi, xudo xolasa mana shu mollardan. Rosta gapim. Mardostona. Buqachani Odil aka maydasini berib turibdi deb bu pulga. Kichkina Mesni buqachalar ham o'z sifati sal yaxshi bo'lsa bozorda 25 million turibdi. O'rtoqlar, do'stona munosabat bildiraman sizlarga. Olgan odam yutasiz. Ishoninglar, olgan odam yutasiz. Bugun bor, ertasi yo'q odam emas. Uzoqni o'ylagan odam juda ham olinglar, baraka topasizlar. Sigir qilmayman, men buni yemlab olaman deysa bor, Odil aka aytaman 10 ming so'm farqiga so'ydirishar ekan. Bo'yini balaligini lekin bular bor, somon bilan kepa yesa ham semirib ketaveradi. Unaqa shunaqa narsa bo'ladi. Bo'yini balaligini nech qo'yamiz do'stim? Bular bo'yi 1.10 dan 1.20 gacha. Hakimboy, necha keladi bo'yi? Mana xolis odam. Shunaqa 1.10 dan 1.20 gacha chiqaveradi. Endi videoda mayda ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin mollar mayda emas. Olgan odam yutadi, xudo xolasa inshaalloh. Kim olsa ham baraka topadigan joy. Odil aka, mana yana bir yurg'izib beramiz. Yo'q keling. Kelinglar akalar, kelinglar. Assalomu alaykum. Rasprodaja 20 milliondan bo'lyapti, rasprodaja. Mana bir joyga 20 million. Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'ro mol bozori, ya'ni Husniddin ukamizning fermasidan keti tugamaydiganlari bo'lar. 27-mart haftani hozir juma, payshanba kunimi? Jumami? Bugun juma, Saydulla ham juma. Chalib tashasiz o'sha. Juma yomingiz muborak bo'lsin. Men o'zim ssenariylar tuzib qo'yaman-da, oldin gapiraman. Hammasi esimdan chiqib ketadi siz ko'rgandan keyin. Aka, narxi zo'r. Narxi zo'r. Olishsin Odil aka, maza qilishsin bo'ldi, baraka topishsin, xudo xolasa. Bu endi biza maqtamaymiz, juma aksiyasi demaymiz o'rtoqlar. Nayrembozlik qilmaymiz. Mana shuni o'ziga necha pul beramiz do'stim? Mana 23 million eng zo'rmi? Kelishini 23 millionga o'rsin Odil aka. Hozir menga o'tdi. Shuni bitta kraska tepib qo'ydik. Yo'q, bu mana shu 30 tani olgan odamga bittada ketsin Odil aka. Sizga men bundan ko'pini olib kelib beraman, xudo xolasa. Xudoga solmayman, ulg'ayam kundan. Yuraymiz chiqmaylar. Men sizga bundan ham zo'rini olib kelib beray, faqat video qilmaylik. Buni oti Gloria deylik. 104 0054 ekan. 00154 ekan. Odil aka yaxshi narsa ko'rsa bo'ldi. Olib qo'yveraman, o'rtoq, hozir olganim foyda-da. To'g'ri, endi bu videoga chiqdi, xalqqa bo'lsin Odil aka. Sizga qilib beraman, xudo xolasa aka. Men ko'rasizmi, hammasini orqani. Qani, zo'rini 23 million savdosi bor-a? Shohboqi bittasi ham yo'q, tozangiz shu. Endi aka, onalari Amerikadan kelgan, hadi shu joyi gapiravermang, odamlarning ensasi qotadi. Libo joyga solishdi dedi, bunaqa tozasi. Men molni maqtashmas, Odil aka, qarang. Molimizni endi ularning onalarining kilolari 8 kilo, 750 kilo eng kamida, qarang. Ha, qo'yganmiz. 1 tonna 100 gacha ham sigirlari bor. Qizillari 1 tonna 100 gacha sotganmiz biz reklama qilib sigirlarini ham. Semirib ketganini ko'rdim men o'sha yerda, aka. Bo'yin hisob bor, buqaga o'xshab semirganini men o'sha yerda ko'rdim. Chunki men etmoqchi bo'lgan bo'lib, go'sht yo'nalishi bo'lgandan keyin yemlab yuborish, bo'rdoq qilib yuborsa ham bo'lar ekanda, buqadek semirib berar ekan. Bo'yni chiqqan g'unajinni men o'sha yerda ko'rdim, aka. O'rtoqlar 93lik 527 89 58 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. 99lik 793 21 61 yo bo'lmasa 77lik turist tur tekshirib olishadi. 89 58. Ha, hammasini tekshirib olishadi Odil aka. Biror cho'loq, bir anaqasi yo'q. Nomerimni bilaman-ku. Esdan chiqib ketdim hozir 77lik. Men uni 90 yalan javob berasiz.